Assalomu alaykum. Meni ismim Zilola. Instagramda Supermamashi Zilola deb ko'pchilik taniydi va men 6 yildan beri o'zimning lifestyle blogimni yurg'izsam, naqd 2 yildan beri professional targetlarni yoqib, shu sohani ham maksimalniy ekspert sifatida yurg'izib kelyapman. Shu vaqt ichida 100 dan ortiq proyektlar bilan, ya'ni o'quvchilar bilan ham ishlab, ularni natijaga olib chiqdim va o'zim ishlagan proyektlardan bir qismini sizlar bilan tanishtirsam, misol uchun Mohina Zapolsk yangi uylar proyekti, Bismillah massaj sentri, Bolakay massaj sentri, shunga Instagramda ko'pchilik ayollar tanishadi. Chicago tagliklar zavodi profilini, undan tashqari Ginaflora svecha, Bobur restorani, Choyshab, Qanotchi restorani, menimcha bularni 80% siz qayerdadir eshitgansiz. Va shu proyektlarni yurg'izib, shu paytgacha bundan tashqari mini biznes profillarni ham yurg'izganimda ko'p xatoliklarni ko'rdim, ya'ni o'zimni boshimdan o'tkazdim. Va agar sizda hozirda shunaqa savol bo'layotgan bo'lsa, target yoqyapman, lekin savdo yo'q, natija yo'q degan muammolar kelib chiqayotgan bo'lsa, bugun videoni oxirigacha ko'ring, shu savollaringizga javob topasiz. Target o'zi juda ham savdo uchun ham, axlatlarni ko'tarish uchun ham zo'r instrument, lekin ba'zilariga nimagadir natija bermaydi. Ulardan sababi birinchisi kreativi noto'g'ri bo'lishida. Ya'ni tayyorlagan videoyingiz aynan targetbop bo'lmasligida ham bo'lishi mumkin. Ikkinchisi nastroykalar to'g'ri yoqilmagan bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi esa aynan kelgan lidlar, zaproslar bilan shug'ullanuvchi odam mutaxassis bo'lmasligi mumkin. Agar sizda kreativ ham zo'r, target ham zo'r yoqqansiz, raqamlar bo'yicha zo'r ketyapti, lekin sotuv yo'q. Ya'ni kelgan odamlar, zaprosda yozayotgan odamlar xarid qilishmayaptimi? Unda siz o'zingizni direct adminingiz yoki directda gaplashayotganingizga bitta nazar solishingiz kerak bo'ladi. Directda olib boriladigan suhbatda bo'ladigan birinchi xato bu lidlarga sekin javob berish. Lidlar tez qizib savol beradi va o'sha paytda javob berganingizda tez javob berganingizga qarab, ular issiq paytida xarid qilishi mumkin. Ya'ni birinchi xato bu tezlikda bo'ladi. Qancha vaqtni nazarda tutsak, kelinglar, aniq-tiniq vaqtlar bilan gaplashamiz. 5 daqiqagacha javob bersangiz, bu tez hisoblanadi. Uje 10 minut, 20 minut, yarim soat kunlab javob bermasdan keyin javob bersangiz, u klientingiz uje sovib bo'lgan bo'ladi va ularni savdo qilishi, ya'ni sizdan nimadir xarid qilishi ancha foizi kamayib ketadi. Targetda natija olib kelmaslikning ikkinchi sababi bu shablonlarda. Ya'ni javob berayotgan shablonlaringiz o'ta rasmiy, o'ta uzun yoki juda ham qo'pol bo'lishi mumkin. Xuddi robot javob berayotgandek. Directga javob berayotganingizda albatta qisqa, lo'nda, chiroyli, muloyim va men ko'pchilikka aytaman, stikerlar bilan javob berishga ham harakat qilinglar. Directda klient bilan gaplashayotgandagi 3-xato bu top xatolardan bittasi, chunki men klientlarimni savdo bo'lmayapti degandan keyin обязательно login parolini kirib, Instagramini directdan titkilab yoki menga screenshot yuboring, qanaqa gaplashyapsiz desam, imенно shu xato qilingan bo'ladi. Klientlarga savol berilmaydi. Klient savol beradi, qisqa javob beriladi, bo'ldi. Yo'q, biza обязательно klientlarga savollar berishimiz kerak. O'zi nima qidiryapsiz, qanaqa razmerda, qanaqa rangda, qatga qidiryapsiz, nima xohlayapsiz? Klient o'zi Instagramda yoki shoplarda nima qidiryapti yoki umuman sizni klientingiz nima taqdim qiladi va o'sha sferada mijozlar nima qidirayotganini savol berishga qo'rqmaslik kerak. Ko'pchilik savol beramaydi. Misol uchun, shablon bo'yicha nech pul deyiladi? 200 ming so'm deb yozib qo'yadi, bo'ldi. Ular so'rash kerak. Nech pul degandan keyin 200 ming so'm dedimi, qanaqa razmer qidiryapsiz? Aynan shu rangi kerakmi yoki qaysi rangini qidiryapsiz? Agar uy sotilayotgan bo'lsa, qaysi rayondan uy qidiryapsiz? Balki boshqa takliflar ham berishimiz mumkin. Necha xonali qidiryapsiz? Xullas, har bitta savolga savol bilan javob berishga harakat qilinglar. Javobni ham berasiz, orqasidan savol berib, ketma-ketlikni to'xtatmang. 4-xato bu uje professionalni directda gaplashadiganlar tushunadi. Taklif berishni bilmaymiz. Ya'ni mijoz bilan gaplashamiz, u savol beradi, javob beramiz, savol beradi, javob beramiz. Xuddi tez-tez so'raganda olsang ol, olmasang olma degandek. Yo'q, har bitta mijoz sizga nech pul deb so'rayaptimi, sizdan tashqari parallelni 10 ta yana sizga o'xshagan blokka savol berishi mumkin. Va biz boshqa savol berayotgan raqobatdoshlarimizdan farq qilish uchun biz ularga taklif berishimiz kerak, boshqalarda bo'lmagan. Misol uchun, siz bugun zakaz bersangiz, sizga bonus qo'shib beramiz, dastavkani bepul qilib beramiz va
shunga o'xshash har xil variantlar. Siz faqat bu narsani 10 daqiqani ichida berishingiz kerak. Aynan siz bilan gaplashayotgan mijoz boshqa klientlardan sizga o'zini e'tiborini ko'proq qarata olish kerak va sizni eslab qolish kerak. 5-xato, biz mijozlar bilan gaplashayotganimizda biz o'zimiz zo'rligimizni bilamiz, lekin mijoz bizni tanimasligini unutib qo'yamiz. Chunki targetdan sovuq oqimdagi mijozlar keladi. Ularni isitish uchun, misol uchun klient aytibdi, "Sifati qanaqa? Yaxshimi?" desa, "Ha, yaxshi" deb javob bermaylik hech qachon. Sifatimiz yaxshi bizda bundan avval klientlarimiz bo'lgan bo'lsa, "Ovoldim, sifati zo'r ekan" degan odzivlarni ularga taqdim qilishingiz mumkin. Misol uchun, mana kecha xuddi shu narsadan klientimiz olgan edilar, odziv qoldirgandilar. Mana ularga yoqdi deb biz o'zimizni odzivlarimiz bilan, o'zimizning natijalarimizni ular bilan bo'lishga qo'rqmasligimiz, uyalmasligimiz kerak. Faqat biz emas, bizning mijozlarimiz biz haqimizda gapiradi deb natijalarni vaqtida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. 6-xato, bu bizning mijozlarimiz bizga yozmay to'xtatib qo'yganda qayta yozishga qo'rqishimiz, uyalishimiz, andisha, xijolat bo'lishimiz. Unaqa narsani yig'ishtiramiz. Misol uchun mijoz bizga narsa so'radi, biz unga javob berdik. Savol qilib ham javob berdik, lekin javob bermadimi? 10 daqiqa, yarim soatdan keyin qaytadan ularga bemalol o'zimiz yana yozsak bo'ladi. Misol uchun ismlari yozilgan bo'ladi, Dilorom Kimdurovna. Dilorom opa, SMS-imni ko'rmadingizmi, sizdan javob kelmadi deb qayta xabar ololman deb muloyimlik bilan chiroyli qilib savol berishimiz mumkin. Haqiqatan o'zimizni ham eslasak, SMS keladi, bunda ocham, o'sha payt bolamiz yig'lab qoladi va keyinroq javob beraman deb shu bilan esimizdan chiqib ketadi yoki u SMSlar pastga tushib ketib qoladi. Xuddi shunaqa bizda ham klientni SMSimiz ochilib o'qilmay qolib ketadi yoki pastga tushib ketadi yoki esidan chiqib qoladi, javob berishga chalg'ib qolgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan muloyimlik bilan qaytadan ularga o'zimiz birinchi yozishga hech qachon uyalmasligimiz kerak. 7-xato, lidlarni, ya'ni har bitta kelayotgan mijozlarni bir xil qolipga solib qo'yishimiz. Unaqa qilish kerak emas. Misol uchun, siz yoqqan videoyingizga qarab, har bitta videoyingizdan har xil auditoriya kelishi mumkin. Bitta videoyingiz uy bekalariga ajratilgan bo'lishi mumkin. Bitta videoyingiz ishlaydigan odamlarga ajratilishi mumkin. Shunga qarab direktda ham uy bekalari bilan xuddi uy bekasidek gaplashishimiz kerak bo'ladi. Ishlaydigan, pul topadigan ayollar bilan o'sha temada gaplashishimiz kerak. Erkak kishilar bilan umuman boshqacha gaplashiladi, yosh kattalar bilan boshqacha gaplashiladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Misol uchun biz yosh kattalar uchun shubalar yoki sanatoriyga target yoqdik va u yerga effekt bo'lishi uchun biz opajon, xolajon, buvijon qilib muloyim, boshqacha ularni erkalab gaplashishga qo'rqmasligimiz kerak. Ya'ni shablon bilan avtoatvetlar yuborib qo'yib, bo'ldi, men sizga yozdim, kerak bo'lsa sotib oling degan narsani unutinglar. 8-xato, bizni 8-xato, javoblarni oldindan tayyorlab qo'ymasligimiz. Target yoqqanda sizda natija zo'r bo'lyapti, lekin sotuv bo'lmayapti deb muammo qilasizmi? Demak, u tez 8-xato, biza savollarga javob berishga oldindan tayyorlanmasligimiz. Target yoqqanda, agar siz savdo bo'lmayotgani kreativdan emas, target yoqishdan emas deb aytgan bo'lsangiz, demak sizga SMSlar ko'p kelyapti, lekin siz ularga sotuv amalga oshira olmayapsiz. Birinchidan, tezlikni oshirish uchun shablonlarni tayyorlaymiz va shablonlarimiz hammasi har xil bo'lishi kerak. Dostavka uchun alohida shablon bo'lishi kerak, narxlarni tanishtirish uchun alohida shablon bo'lishi kerak. Undan tashqari qayta savollar berishimiz uchun alohida shablonlar bo'lishi kerak. Agar siz har bitta narsani bitta shablonga qilib, mana bunaqa asar qilib yuborsangiz, u mijoz hammasini o'qimaydi. Qisqa o'qib ketadi va muhim gaplar qolib ketadi. Siz o'zingizni javobingizni tezlashtirish uchun va vaqtida smayliklarni unutib qo'ymaslik uchun, qo'pol bo'lib tuyulmaslik uchun, gapingizni o'ylab vaqt ketkazmaslik uchun o'zingiz shablonlarni tayyorlab qo'ying. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, har bitta mijozimizning sotuvi nafaqat kreativga, nafaqat biz targetologlarga, undan tashqari direktda javob beradigan adminlarga ham katta bog'liqligi bor. Biz targetolog sifatida mijozlarimizga mijoz olib kelamiz, lekin ularni o'rniga javob bermaymiz. Lekin mana shu sizlarga o'rgatganlarimni har bitta mijozingizga qisqacha o'rgatib ketadigan bo'lsangiz, ularda ham savdo oshadi va sizga bo'lgan loyalnost, ishonch ko'payib, siz bilan ishlash davomi cho'zilib boradi. Va bu narsalarni bu videoda men sizlarga qisqa o'rgatgan bo'lsam, o'zimning kursimda maksimum shu narsani yanada kengroq misollar bilan yoritib berganman. Va bu narsalarni o'zimning super target kursimda to'liq o'rgataman. Undan tashqari Instagramga noldan kirish,
Ssenariy yozish, syomka qilish, montaj qilish, kreativni tayyorlash va u kreativni qachon qanaqa qo'yish, u kreativga qanaqa target yoqish va mana shu targetdan kelgan mijozlar bilan qanaqa gaplashishni super target kursimda o'rgataman. Super target kursimga xudo xohlasa nabor ochiladi va unda start tarifi, standart tarifi va biznes tarifi bo'ladi. Bu tariflarni bir-biridan farqi, start tarifida barcha darsliklar, o'quv videolar, PDF darsliklar, yozuv, tekst formatidagi hamma darsliklar topshiriladi. Bu darsimizni aynan mustaqil o'zi o'rgana oladigan o'quvchilar uchun ideal hisoblanadi. Agar sizda onlayn kurslarda qayta muloqot, ya'ni sizga chat kerak bo'ladigan bo'lsa, kuratorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga savollaringizga javob berishimni xohlasangiz, jonli efirlar xohlasangiz, unda standart tarifini tanlashingiz kerak bo'ladi. Standart tarifida 4 ta jonli dars, undan tashqari общий gruppadoshlar bilan chat bo'ladi, unda kuratorlar bo'ladi va hech qaysi savolingiz javobsiz qolib ketmaydi. Uchinchisi biznes tarifi. Biznes tarifida sizda aynan men bilan shaxsan bir marta ko'rishib, konsultatsiya olish imkoniyati bo'ladi. Xohlasangiz uni dars jarayonida, xohlasangiz uni darslar tugagandan keyin savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, живой ko'rishib bemalol savollaringizni bersangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda har bitta tarifdan qat'iy nazar imtihon bo'ladi va u imtihondan o'tganlarga sertifikat beriladi va biznes tariflari agar sertifikat olib imtihonlardan o'tsangiz, yakuniy bizani bitiruv oqshomimiz bo'ladi. Bitiruv oqshomiga bepul kirish imkoniyatini ham yutib olsangiz bo'ladi. Videoni shu joygacha o'tkazmasdan ko'rgan bo'lsangiz, endi mana sizga shu oxirigacha ko'rganingiz hurmati super bonus sovg'a bor. Kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, shu bilimlarni olmoqchi bo'lsangiz, faqat shu videoni shu joygacha ko'rganlar silka bo'yicha pastda silka qoldiraman, o'tib o'zingizlarning telefon nomerlaringizni qoldirsanglar, kursimga naqd 20% chegirma bilan qo'shilishingiz mumkin. Faqat hammaga bu chegirmani qilib bera olmayman. Faqat birinchi 20 ta to'lov qilgan qizlargagina bu skidka amal qiladi. Shu video ostidagi havola, ya'ni silka orqali ro'yxatdan o'ting. Xudo xohlasa siz bilan darslarda ko'rishguncha xayr.